kiramiz, XM deb yozamiz, poiskni bosamiz, торговый приложение chiqadi, shuni yuklab olasiz birinchi. Yuklagandan keyin XM tushadi. XM ni ustiga bosib kiramiz. Hozir. XM ni ustiga bosib kiramiz. XM ga kirgan payti o'zi mana shunaqa boshlash deb yozuv chiqadi. Boshlashni bosamiz. Tili angliyskida turgan bo'lsa, mana shu yerdan o'zbekchaga qo'yib olamiz. Keyin mana bu yerga o'zlaringning elektron pochtani yozasiz. Misol uchun mana bunaqa parolga o'zingizning parollaringizni yozasiz. Elektron pochta manzilining parolini yozasiz. Keyin mana bu yerda yozuv chiqadi, hamkorlik kodingiz bormi degan joy. Mana shu yerga men bergan kodni yozasizlar, xullasi. O'sha kodni kiratlar. Agar sizlarda tayyor Gmail bo'lsa, mana bu yerda kiring degan knopka bor, o'shani bosasizlar. Bo'ldi, login parol yozildi, ro'yxatga o'tishni bosamiz. Elektron pochta manzilingizni tekshiring. Bu yerdan chiqamiz. O'sha yozgan elektron pochta manzilimizga kiramiz. Bunaqa SMS keladi. Ichini ochamiz. Men bu elektron pochtani tasdiqlash knopkasini bosish kerak, обязательно bosamiz. Biroz kutamiz. Tasdiqlanyapti pochtamiz. Bo'ldi, pochta tasdiqlandi. Endi ro'yxatdan o'tish uchun yakunlashni bosish kerak. Mana shu yerga nomeringizni yozasiz, nomeringizga kod keladi, o'shani kiritasiz, keyin sekin-sekin ro'yxatdan o'tib olasiz. Bo'ldi, shu bilan tamom, XM ochiladi.